oxirgi video qo'yilganiga bir haftacha bo'lib qolibdi. Shunga televizorlarda aytishyapti, shu bola bir haftada video qo'ymasa obunachilari g'alati bo'lib qolyapti ekan. Kasal bo'lib, mazalari bo'lmay, ishtahalari bo'lmay, ichib olib ko'chada baqirib yurishibdi ekan. Shuning uchun ham bugun video olib qo'yishga qaror qildim. 40 gradus issiq va bu aski taqib kuchayib ketibdi deb o'ylamanglar. Boshimdan issiq o'tib shunchalik taqib oldim, molachaga yechib qo'yaman. Bugun sizlar bilan sen o'zingni maqtama, birov seni maqtasin degan maqolda qanchalik to'g'riligini ko'rib chiqamiz. Ya'ni do'st orttirish kitobida shunga o'xshagan tema bor ekan, shuni sizlar bilan bugun gaplashamiz. Xo'p, nima degani bu? Sen o'zingni maqtama, birov seni maqtasin. Misol uchun sizni ko'rgazmangizda yo bo'lmasa qanaqadir proyektingizda qanaqadir yetishmovchilik yo bo'lmasam kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, o'shini topish uchun yo bo'lmasam solve qilish uchun siz o'zingiz emas, boshqalardan foydalansangiz bo'ladi. Ko'pchilik sizga aytadi o'zini fikrini, sizni ishlaringiz haqida. Siz shu payt unga qaytarib rosa ko'p gapirgingiz keladi. Misol uchun bunaqada deb tashlashingiz keladi. Lekin ular sizni eshitmaydi, chunki ular o'zini fikrini sizlarga yetkazib berish uchun juda ham xohlaydi. Shuning uchun ham sizlarga hech qachon quloq solmaydi. Shuning uchun sizlar eshitishinglar kerak uni oxirigacha. Misol uchun menga ham kimdir YouTube, ya'ni proyektim haqida kimdir gapiradigan bo'lsa, men ularni eshitaman. Misol uchun aytishadi, uyda o'tir, uyda ol, yaxshi qilib ovozni balandroq qil degan kommentlar keladi. Yo'qsa ko'chada ko'rganimda ko'pchilik gapiradi. Shunda men quloq solishga harakat qilaman, chunki ularning ham gapida jon bo'ladi. Shuning uchun har doim yaxshi taraflari bo'lsa ham, yomon taraflari bo'lsa ham ikkinchi shaxsni, ya'ni o'zingizdan emas, boshqalarni eshitib, shularni to'g'irlasanglar bo'ladi. Ya'ni har xil hikoyalar bor, sizlarga aytib berishga harakat qilaman. Bittasi shu mashina kompaniyasida qanaqadir proyekt bo'ladi. Siz o'zingizni prezentationingizni aytib berishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni siz o'zingiz proyektingiz va u nimaga kompaniyaga foyda olib kelishini isbotlab berishingiz kerak bo'ladi. Shunda bittasi laringiz bo'lib qoladi o'shani ko'rsatib berishga kelganda. Keyin endi gapirishni boshlaganda ovoz ketib qoladi-da, keyin qog'ozga yozib beradi. Gentlemanlar, men tomog'im og'rib qoldi, ovozim chiqmayapti, hozir gapira olmayman deb yozgandan keyin bittasi turadi-da, men gapirib beraman deb turib, uni o'sha bilasizlar prezentatsiya qilayotganda o'zini materiallari bor, o'shalardan foydalanib gapirib beradi. Keyin u yerda hammasi muhokama qilishni boshlaydi. U bu yerdan qarab turadi. Prosta shunchalik yaxshi fikrlar ketyapti. U chekkadan qarab kuzatib turibdi, tomog'i og'riyotgani uchun. Oxiri o'sha juda ham katta miqdorda, hozir necha pullik esimdan chiqib ketib qoldi. Shunaqa miqdorda pul ajratib beradi. Shunaqa qilib yetib keladi. Shu misol uchun siz o'zingiz maqtaganingizdan ko'ra boshqalar sizni maqtasa, o'shini effekt kuchliroq bo'ladi. Yana bitta narsa, bitta oila bo'ladi, ona bola, keyin qiz yoshligida juda ham eshitadigan, zo'r esli qiz bo'ladi. Keyin u qiz katta bo'lgandan keyin yaxshi quloq solmaydigan, gapga kirmaydigan bo'lib ketadi. Kursda shunaqa gap ketadi. Keyin Dale Carnegie so'raydi, o'zi eshitasizmi, qizingizni quloq solasizmi, nimaga bunaqa qilishini deydi. Keyin u tepib qoladi. Keyin uyga borgandan keyin shu qiz uydan chiqib ketayotgan bo'ladi. Keyin o'sha payt aytadi, nimaga bunaqa qilyapsan desa, keyin rostdan bilishni xohlaysizmi deydi. Boshini ha deb silkitadi. Keyin aytib beradi hamma yo'g'ini. O'z boshida unchalik aytmaydi, keyin yorilib ketib aytadi. Keyin eshitishni boshlagandan keyin, misol uchun avval eshitmagan, umuman shuncha gapi bo'lgan, u ayasi boshqa buyruqlar beravergan eshitmasdan. Shundan keyin u qiz shu bo'ysunmaydigan bo'lib, yomon qiz bo'lib ketgan.
ayasini yomon ko'rib eshitmaganligi uchun, hissiyotlariga quloq solmaganligi uchun, ya'ni odamlarni eshitish, ularni ya'ni yaxshi quloq solish juda ham katta foyda olib keladi sizga va boshqa odamga ham. O'shuning uchun siz o'zingizni maqtamang, birov sizni maqtasin. Shu yana bir haftadan ichida video qo'yishga harakat qilaman. Agar qo'ya olmay qolsam, o'zingizlar yo'qotib qo'ymanglar. Shulardan ketib qolmanglar. Ko'chada baqirib yurmanglar. Men bo'ladi-da shunaqasi.